Salom hammaga. Bugun sizlar bilan CapCut'da 3-bepul darsimizni boshlaymiz. O'tgan safargi darsimizda izminiyatga kirib 1 2 3 4 5 6 ta skoroskgacha o'tgan edik. Endi yana davom etamiz. Bu yerda bit degan narsa bor. Bit qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu yerga обязательно muzika kerak bo'ladi. Xudo xolisa muzikani yana alohida o'tamiz. Muzika qo'yish, добавить qilish, izlechить qilish, yana o'zimizni xotiramizdan muzikani bu yoqqa olib o'tish hammasini o'rganamiz. Hozir mana kadrirovatga keldik. Mana kadrirovать qilish uchun qaranglar, bu yerda har xil nimalar bor. O'zini mana shu to'g'rilasangiz bo'ladi. YouTube format qilmoqchi bo'lsangiz, mana YouTube format bo'ladi. 1 ga 1 qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. 4 ga 3 yoki 2 ga 1 kerak kimgadir. Bu 5 ga 8. Xullas mana shu yerdan o'zingizga kerakli formada to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Yoki qo'lingizlar bilan ekranga sekin tegasizlar. Katta kichkina qilib kerakli qismini kesib pitichkani bossanglar, kadrlar xuddi shunaqa kesiladi. Mana orqaga qaytardik. Xo'p, endi sozdать kopiyaga keldik. Men masalan biz mana shu qismini ikkita qilib ko'paytirmoqchimiz. Mana shu qismini o'zini belgilab olamiz. Bu yerda hozir biz разделить qildik. Endi bu yoq tarafini belgilasanglar, bu yoq tarafini oladi. O'ng tarafini belgilasanglar, katta qismidagi videoni oladi. Bizga mana 2 sekund joy kerak. O'sha joyi bosgan holda sozdать kopiya qilsak, shundan yoniga yana bitta xuddi shunaqa videomiz tushadi. Mana xuddi shunaqa video tushdi. Ko'rdinglar, sozdать video qildik. Udalить qilamiz. Mana buni belgilab turib, yana davom etamiz. Keyingi nimamiz keyingi instrumentimiz заменить. Заменitda bu videochani mana shu qisminigina o'zini qaysidir videochaga изменить qilmoqchisiz. Masalan, mana mashin bilan изменить заменить qildingiz, ya'ni o'ringa o'rin almashtirdingiz. Shunaqa deyiladi o't. Mana. Endi tasavvur qiling, nimadir videoni ustiga nimadir videoni qo'ymoqchisiz. Добавить qilib turib, mana buni bosib turib, наложить qilsangiz, masalan, mana bu videoni narigi videochani hozir qo'yib turamiz. Mana bu videoni belgiladik. Buni narigini ustiga chiqarmoqchimiz. Bizga bu наложение kerak. Наложениеga tushiramiz. Orqasidagi ovozini o'chirib qo'ysangiz, birinchi ko'rsatadi, keyin ikkinchisini davom ettirib ketadi. Наложение shunaqa narsa. Bitta kadr ikkinchi kadr ustiga tushirganda, bilan masalan biz bu videoni olib turib, qaranglar nima qilsak bo'ladi. Наложение. Ko'pincha mana shu orqali ishlashadi. Mana skleyka qilib turib, mana bu anaqasini o'zgartirsangiz bo'ladi. Filtrni o'zgartirib turib qo'ysanglar, qaranglar, mana qanaqa narsa hosil bo'ladi. Mana shu videolar hammasi shunda qilinadi. Затемнение qilindi masalan, yoki mana наложение qilindi, qo'shib yuboryapti bir-biriga. Mana qarang. Mana bilan hammasini o'zingiz sinab ko'rasizlar yana, lekin ko'pincha biz filtr bilan ishlaymiz. Затемнение bilan ishlaymiz ko'pincha. Основной. No boshqalarini ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi, bu o'zingizga bog'liq. No lekin chroma key bilan ishlaganda основной mana shu funksiyalar bilan ishlanadi. Наложениеni orqaga qaytaribman, ko'rayotgan bo'lsangiz, tepada orqaga qaytarish bor. Mana tepagacha chiqarib qo'ydik. Наложение bilan ishlashi har bitta anaqasini, bo'limlarini, keyin qaysi videolarda qanaqa funksiyalarda ishlatilishini yana alohida ko'rib chiqamiz. Endi keyingi funksiyamiz настройки. Настроить. Bu yerda biz настроить qila olamiz. Яркость, контраст, насыщение, частота цвет, резкость, четкость. Bu yerda hammasini настройкасini o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Men sizlarga buni mana masalan mana яркостьni ko'tarishingiz mumkin, tushirishingiz mumkin. Основной mana shu yerdan rang beramiz. Яркость berdik, kontrast minusga ketadi. Plus mana plus ketsa qanaqa o'zgaryapti, minus ketsa qanaqa o'zgaryapti, ko'ringlar. Ko'pincha mashindan oshirib yuborilmaydi. Mana насыщение minus 5 gacha qo'yiladi. Частота цвет ko'tarsanglar bo'ladi. Mana частота цвет mana qaranglar qanchalik farq qiladi. Qo'shib yuboryapti, ajratib beryapti, qo'shib yuboryapti, ajratib beryapti. Резкость 80 larni o'rtasigacha ko'tarsanglar bo'ladi. Chotkosida ham o'ziga nisbatan ko'tariladi. Lekin men bu svetlar bilan ishlaganda ton bilan, masalan, bu yerda yashil svet emas, sariq svet ko'proq. Masalan, qaranglar. Bu yerda именно sariq svetda qanaqa o'zgartirishini ko'rsanglar bo'ladi. Mana sariq svetda tonini qanaqa o'zgartiryapti, qaranglar. Насыщениеni qaranglar. Mana именно sariq svet tanladik biz. Ko'rdinglarmi? Qanaqa o'zgartiryapti. Va boshqa narsa chiqaryapti. Yarki beryapti, ko'rdinglarmi? Kuz fasli, qish faslini o'zgartirganda mana yashil degan anaqalarni hammasi o'zgaradi. Yashillikdan o'zgartiramiz ko'pincha. Bu yerda eng ko'p rang lekin sariq ishlagan. Mana sariq yashil taraflarga qarasanglar, mana осветленность pasaytirganimizda qanaqa bo'lyapti, ko'targanimizda qanaqa bo'lyapti. Yarki farq bo'lyapti, ko'rdinglarmi? Shu yerdan to'g'rilaysizlar hammasini. Mana ko'k, kichkintoy kiyimida ko'k bor. Mana o'zgartirganda qarasanglar bo'ladi. Xullas, mana shu qismidan to'g'rilab o'zgartirasizlar. Bu qismi ham juda ham zo'r anaqa funksiyalar beradi sizlarga, juda ham katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ko'pincha mana videolar yasayotganimizda bizga mana
rang berayotganimizda eng kerakli instrumentlardan bittasi hisoblanadi. Tochka qo'yasiz, tochkani ko'tarib tushirish orqali ranglarni to'g'rilaysiz. Qarang qanchalik farq bo'lyapti. Hammasini bemalol sinab ko'rib, ishlatib ko'rib, albatta ishlatsanglar bo'ladi. Qaysi videoda qanaqa funksiyalari ishlaydi, bularni sizlar bilan albatta boshqa videolarda yana ko'rib chiqamiz. Bularni hammasini iloji boricha ishlatib chiqinglar, chunki bu narsalar bizga juda ham muhim hisoblanadi. Mana bu belый, mana bu черный, bu temperatura mana qaranglar. Qanaqa o'zgaryapti, qarang. Mana orqaga surib qo'ydingiz, qanaqa tiniq bo'ldi bu. Videomiz rang berganingizda vaqti o'zgaradi. Сразу o'zgaradi. Ha, mana. Naложение bosilib ketdi. Настроить. Xullas shunaqa nastroyt orqali hammasini to'g'irlab chiqsanglar bo'ladi. Biz sizlar bilan bu mavzuda professionalni yana bir marta olingan katta videolar bilan bo'lishaman. Albatta bu faqat kichkina darsimiz, hozir faqat instrumentlar bilan bitta tanishyapmiz. Nima qanaqaligini qat'iy ishlatilishini bilib olsanglar, eng globniysi shu. Qayerda nimani o'zgartirsanglar, qanchalik ta'sir ko'rsatadi, buni sizlar bilan yana boshqa darslarimizda albatta gaplashamiz. Endi filtr. Shotgacha o'tib qo'yamiz. Xudo xolasa, bitta mana oddiy mana videoga filtr beradi. Xuddi o'sha nimani to'g'irlab chiqdik-ku biz. Ranglarni berib chiqdik. Bu yerda o'zingiz tanlab mana rang berib olsangiz bo'ladi, filtr bersangiz bo'ladi. Bu yerda ham juda ham ko'p funksiyalari bor, qaranglar mana. O'zingiz olib, bemalol ko'rib qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana chetniy, shilinniy. O'sha zo'r funksiyalari bor. Bu yerda ham mana jiza, pitomets, mana qarang, vashcha zo'r HD pitomets. Mana hayvonlarning o'zini olganingizda ishlaydigan, mana film ko'proq biz mana shuni ishlatamiz. Основной shu ishlaydi. Filmda ishlaymiz ko'pincha. Rang berganimizda, filtr berganimizda mana shulardan foydalanamiz. Sizlar ham bilib olinglar va o'zingizlar uchun olib qo'yinglar zametkaga qaysi biri qanaqa o'zgarayotganini bilib qo'yinglar. Shunaqa gaplar mana filtr ham qo'ydik, o'zgartirdik ranglarni. Xullas shunaqa qizlar. Bugungi darsimiz shu bilan tamom bo'ldi. YouTube darslarimizni ko'rib, kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingi darslarimiz bundan ham qiziq narsalarni o'rganamiz. Hali bizdan oldinda juda ham ko'p funksiyalar kutib turibdi. Hali zvuk bor, tekst bor, bular bilan ishlash bor, effekt bilan ishlash, naложение, subtitr, filtr, yana alohida o'tilgan, ko'rdinglarmi? Mana bularlar alohida yana tanishib chiqamiz qizlar. Keyingi darsimizda xudo xolasa retushdan boshlab bu yog'ini o'tamiz. Rosa kerakli funksiyalar bor. E'tiboringiz uchun